Kelgan vaqtim ancha ahvolim og'ir edi. Ham bel, ham bo'yin, boshlarim ham og'rirdi. Shu tizzam og'rirdi, belim tikka bo'lsam achib og'rirdi. Keyin tizzamni bosolmay, og'rig'idan oyog'imni bosolmay qoldim. Bundan tashqari bu yerda diagnoz bel grijalari, chanoq sonda o'zgarish bor va KPS degan sindrom bor. Salgina dangasalik qilgan. Ha, haqiqatdan to'g'ri aytdim. Endi qilaman. Onamda birinchi kelganlarda 3-4 darajadagi xalq tili bilan aytganda suyak yemirilishi, ya'ni tizza yemirilishi bu osteoartroz deyiladi. Gonartroz. Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. O'rtoqlar, mana bemorlarimiz bilan ko'plaring so'raysizlar, bemorlarni olib chiqinglar, ko'proq bemorlar gapirsin, rezultat bo'lganini, bo'lmaganini degan savollaringga, kommentariyaga biz qo'limizdan kelgancha bo'sh vaqtimiz bo'lganda bemorlarimizni lecheniyadan bo'lgan o'zlarining holatlarini olib chiqishga harakat qilamiz. Mana bugungi bemorimiz, onam qachon keluvdingiz birinchi marta? 9-kuni keldim, dushanba kuni. Yo'q, bu haftaga keldingiz. U safar kelganingizda o'rtada qancha o'tib kelyapsiz? 6 oy. 6 oy. Avgust oyida kelib ketdim. Bu yerda qaranglar, diagnoz nimada bo'lyapti, hurmatli bemorlar. Onamda birinchi kelganlarda 3-4 darajadagi xalq tili bilan aytganda suyak yemirilishi, ya'ni tizza yemirilishi bu osteoartroz deyiladi. Gonartroz 3-4 daraja. Bilasizlar, 3-4ta hammaga ham yordam qilib bo'lmaydi. U yerda endoprotez qo'yish holatlari bo'ladi. Shuning uchun biz onamni holatlarini o'rganib chiqib lecheniyaga olganmiz. Birinchi etap lecheniya qilinadi, undan keyin 6 oydan keyin повторный lecheniyaga kelish kerak bo'ladi. Shu holatni 2 marta bostirib yaxshilab davolab bersak, bu o'zi endoprotez qo'ymaymiz, xudo xolasa, shu holatni saqlab qolamiz. Mana onamda o'zgarish bo'lganligi uchun, yaxshi yurgani uchun, bundan tashqari bu yerda diagnoz bel grijalari, chanoq sonda o'zgarish bor va KPS degan sindrom bor. KPS degani bu dumg'aza bilan chanoqni birikadigan joyda bo'g'imi bo'ladi. O'sha narsada, o'sha bo'g'imda artroz holatlari bo'ladi. Bu xuddi dumg'azaga grijada singari og'riq beradi. Yoshi katta onaxonlarimizda, otaxonlarimizda bu narsa oxirgi paytlar juda ko'p rivojlanib ketgan. Bu ham qo'pol qilib aytganda yemirilish, ya'ni artroz holatlari. Mana bu yerda o'zi grija bermaydi bu og'riqlar. Shu uchun kompleks bu yerda davolaganmiz. O'zi ikkinchi etapda kelganlarida u holatlar, tizzani holati ancha yaxshi. Tizzani holatiga bu yerda bu safar unchalik ham kuchli lecheniya qilganimiz emas, ahvoli yaxshi. Faqat bellaridagi holat kosta va sidalish nervda bo'ladigan o'zgarish va KPS dan bo'ladigan o'zgarishda og'riqlar juda kuchli. Shu uchun ikkinchi etapda ko'proq yuqoriga qaratdik lecheniyani. Shu uchun mana bunaqa muammolari bor insonlar, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz, biz ko'p aytamiz videolarda, mana bemorlarimiz oldida ham aytamiz. Bular hammasi bizga MRTsini, plyonka qog'ozini tashlaydi. O'zlarini 10 sekundlik videoda kimda tizzasi og'risa, tizzani ochib, bukib, yoyib, uyda yurib ko'rsatadi va bellarini og'riydigan nuqtalarini videoda ko'rsatish kerak bo'ladi. Juda ham qisqa 10 sekundlik videoda. Biz o'sha videoda obzor MRTlariga qarab yordam bera olamiz yo operatsiya qilamiz deb aytamiz. Shuning uchun kimda shunaqa muammolar bo'lsa, bu bepul bizga Telegram, mana quyidagi nimalarda, videolar tagida Telegram nomerlarimiz bor, o'shalarga chiqib konsultatsiya olishlaring mumkin. Onajon, o'zingizni holatingizni mana xolisona, Xudo yo'lida sizga o'xshagan bemorlar ko'radi buni. Mana siz ham kimnidir ko'rib kelgansiz boshqa. Shu uchun o'zingizni fikringiz, birinchi lecheniyada qanday, mana ikkinchi lecheniyaga keldingiz, biz sizga mana mashqlar beramiz, boshqa qilamiz. Shular haqida o'zingizni holatingizni tushuntirib bering. Bemorlarga qiziq bu. Assalomu alaykum. Hurmatli opa-singillar, aka-ukalar, dugonalar. Men mana shu Bobirjon o'g'limni YouTube'da ko'rib keldim. Shu tizzam og'rirdi, belim tikka bo'lsam achib og'rirdi. Keyin tizzamni bosolmay, og'rig'idan oyog'imni bosolmay qoldim. 25-yil avgust oyida avval hamma nimalarni shunaqa davolayotgan doktorlarni surishtirib YouTube'da ko'rib, Toshkentlarni ko'rdim. Oxiri keyin shu bir ikkita menga o'xshagan bemorlarni shu videolarda ko'rdimda, hay dedim, men Samarqanddan, Oqdaryo tumanidanman. Yaqin ekan-ku dedim, bolalarim olib kelishdi. Kelgan vaqtim ancha ahvolim og'ir edi. Ham bel,
ham bo'yin, boshlarim ham og'rirdi. Keyin tizzam yomon og'rirdi. Tizzam avval yo'q edi, lekin bu beldagi umurtqadagi grija ancha yillik grija. Birday davolanib yurardim. Grijamni og'rig'i bo'lgandan keyin tizzam kuchli og'riq bergandan keyin bu yerga keldim. Mana bu doktor ukamiz sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, ish qilib yaxshilab davoladilar. Davolayman dedilar, siz operatsiya qildirmang dedilar. Mani aytganlarimni qilsangiz nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketasiz deb aytdilar. Aytganlarini qilib, lechinalarni oldim. 8 kun davolanib ketdim. 5 oy to'liq yaxshi yurdim. Og'riqlarim qoldi. Tizzam bitta ham og'rimadi 5 oy. Keyin asta-asta oxir 5-6 oyga o'tgandan keyin kam og'riq bo'laverdi. Belimni, belim bilan o'zim sezdim. Men shunday uzun bo'lib cho'zilib yotsam, shu bir nima tortadi, bel, tizza, shu to men bu yelkagacha tortadi. Keyin doktor aytdilarki, ana kelsangiz 6 oydan keyin kelsangiz yana bir yaxshilab davolaymiz, shu bilan nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketasiz deganlar uchun men yana keldim. Mana yana 6 kundan beri davolanyapman. Ahvolim ancha yaxshi. Xudoga ming marta shukr. Namozlarni o'qib turibman. Berilgan vazifalarni bu safar qilaman, to'liq. Yaxshilab qilaman bu safar. To'liq qilaman. Salgina dangasalik qilganlar. Haqiqatan to'g'ri aytdim. Endi qilaman. Bu kasalxonaning sharoitlari juda yaxshi. Xodimlar, hamshiralar shirin so'z, onajon qilib o'zimizni farzandimizga yaxshi xizmatimizni qilyapti. Rahmat xizmatlari uchun. Dunyo turguncha tursinlar. Menga o'shqab qiynalib yurganlar bo'lsa, kelingizlar, ko'riningizlar. Mayli, bu reklama bo'lib ketmasin. Agar iloji bo'lsa davolaydilar, bo'lmasa huzurini aytadilar. Shunday. Men xursandman. Shunday bu 5 oy, 6 oy yaxshi yursam ham mayli. Yo'q, bu safar nasib bo'lsa aytganlarda qilsangiz, kamida 1 yilda bitta kelasiz, bo'ldi. Unaqa oldi. Shunday bo'lsin, ish qilib nasib bo'lsa. Lecheniyalar o'rtoqlar to'g'risini aytish kerak, bu arzon emas. Dori ukollar ham qimmat, больницаning xarajatlari ham arzon emas. Buni to'g'risini aytish kerak. Xudodan yoshirmagan narsani xalqqa yo'q, mayli. Faqat yaxshi bo'lib ketsa shunda. Sizlar Allohi Xudo, sizlar sababchi, sog'-salomatgina bo'lib. Nevaralar baxtiga sog' bo'ling. Rahmat. Mana bitta duo bering, chiroyli duo bering shu xalqimizga, mana o'zingiz shifo topgan, shifo izlab yurganlarga bitta duo bering. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh amin. Yurtimizga tinchlik bergin Allohim, xalqimizga sog'lik bergin. El xalq sog'-salomat bo'lsin. Hamma tinch bo'lsin, sog' bo'lsin. Mana bu yoshlarimiz hech qachon kasal bo'lmasin. Siz ham mana shu kasallarni davolash ishlaringizda omad tilayman. Bundan ham yaxshi davo usullarini qo'llab, yaxshigina sog' va salomatgina ishlab, elni nazardan tushmaygina yuring. Hamma vaqt yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Mana bu hamshira qizlarim ham xushcha qarisin, o'zingiz ham xushcha qarib, sog' va salomat bo'lib, bolalaringizni huzur halovatini ko'rib yuring. To oxirigacha sizni duo qilib yuramiz. Hamma vaqt elda xizmatidan charchamang. Sog' va salomat bo'ling. Sizga katta rahmat. Hamshira qizlarimga ham katta rahmat. Mana shu yerga o'tirgan bemorlarni hammasini dardiga Allohim shifoyi komil bersin. Hamma balalarning boshiga sog' va salomat bo'lsin. Oyoqda yurib to qariguncha o'z oyog'idan hech kimni qo'ymasin. Amin. Allohumma mag'firilla val valday ustozi val jamina mu'mina mu'minat wal muslimina muslimat. آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. Rahmat. Onajonim rahmat. Bolalarning vaqtiga sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.